Makka fatisi. İbn Qayyum Makka fatisi haqida to'xtalib, Makka fati urushi Alloh o'zining dinini, o'z payg'ambarini ulug'lagan, o'z qo'shonini azizlagan va muqaddas joy Makkani bo'libmi insonlarga hidoyat qilib bekitilgan Baytullohni kofirlar va mushriklarning qo'lidan qutqizgan tarixiy ahamiyatga ega ulug' ham sharafli urushdir. Makka fati qilinganda osmon ahli shodlandi. Makkaning izzat hurmati oshdi, kishilar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirdi. Yer zamin qayta yorib, xushalliq tantanasiga cho'mdi degan. Urushning sababi oldingi boblarda, ya'ni Hijrining 6-yilidagi Hudaybiya shartnomasini tilga olganda, shartnomaning moddalaridan muhim bir modda har qanday bir arab qabilasining Muhammad alayhissalomning himoyasiga kirish yoki Qurayshlarning himoyasiga kirish erkinligi bo'ladi. Ammo ikki tarafning qaysi birisining himoyasiga kirgan qabila shu tarafning ayrilmas bir qismi hisoblanadi. Ondan bu qabilalarga qilingan har qanday yo'lsizlik shu tarafga qilingan tajovuzchilik hisoblanadi deb aniq belgilanganligini so'zlab o'tgan edik. Mushu moddaning ruhiga asosan Xuzoa qabilasi payg'ambar alayhissalomning himoyasiga kirdi. Bani Bakr qabilasi Qurayshlarning himoyasiga kirdi. Natijada ikkili qabila bir-biridan amin bo'lishdi. Burun jaholiyat davrida Bani Bakr qabilasi bilan Xuzoa qabilasi o'rtasida uzoq so'zilgan qonliq urush va so'g'uq munosabat dog'lari bor edi. Islom dini maydonga kelib, bir necha yildan keyin Hudaybiya shartnomasi tuzildi. Natijada urushayotgan ikki taraf bir-biridan xotirjam bo'lib, tinch turmush kechirishga boshlagan edi. Bani Bakr qabilasi Xuzoa qabilasining bexotlashgan fursatidan foydalanib, koni intiqobini olmoqchi bo'ldi. Hijriyening 8-yili Şaban ayida Nafal ibn Muaviya degan kishi Bani Bakr qabilasidan bir to'p odamni boshlab chiqib, tun qorong'usida Xuzoa qabilasining turalg'isiga hujum qildi. Ular bu chaqda Vatar deb atilgan bir suv bo'yida turayotgan edi. Bani Bakr taraf bularning ustiga bostirib kelib, qattiq qirdi va nurg'un odamlarni o'ldirdi. Quraysh taraf Bani Bakr qabilasini Astriddan qo'llab, ularni qurol-yaroq va moddiy kuch bilan ta'minladi. Hatta tun qorong'usidan foydalanib, Qurayshlik ba'zi jidal-qumar yalangtoshlar amaliy urushga qatnashdi. Hatta ular Xuzoa qabilasining odamlarini haram zamoniga qistab kirdi. Ular haram zamoniga kirib kelganda, Bani Bakr qabilasidan ba'zi odamlar, "Ey Nafal, biz haram zamoniga kirib qoldik, Allohdan qo'rqayli" degan edi. Nafal qabiy o'ylab, "Bugun Xudo iloh deganlarni qo'yib intiqom elinglar. Qasam qilib aytalaymanki, sizlar haramda o'g'irlik qilsanglar bo'ldi-kanu, bu yerda qisos olsanglar bo'lmamdikan" dedi. Xuzoa xalqining qechib omon qolganlari Makkaga kirib, o'z jamoatdoshi bo'lgan Budayl ibn Varqa Xuzoining va shu jamoatdan Rafi ismli yana bir kishining qo'rg'osiga kirib panohlanib oldi. Shuning bilan Amr ibn Salim Xuzoi darhol yo'lga chiqib Madinaga yetib keldi. Rasululloh bu chaqda Masjidun Nabaviyda sahobalar bilan birga o'ltirib Amr ibn Salim udul masjidga kirib, Rasulullohning oldiga kelib, tövandagi misralarni o'qidi. Muhammaddan o'tinmoqchi, ey Xudo parvardigor, necha avlod jan qadinas bizga bo'lgan g'amguzar. Sizlarning cho'ng onanglari Hubo qiz bizning umumimiz, azaldilla ijil o'tdiq va'dimizda vafodor. Al-madad qat'iy niyat Alloh ato qilg'ay sana. Chaqiriq qil g'ozilarni kelsun bo'lib madadkor. Saplar ara Rasululloh to'lun oydek chechib nur, yuksilib borgan qo'shuni oq yo'lga boshlar shohyor. Tanglisa agar ajnabiy nohaq istamga bosh egmas, o'rkashligan daryo kabi mang'ar haybat tojidir. Quraysh xalqi xilof qildi ahdi paymonni buzib, ahdi misoq buzg'ini uchun bo'lish loyiq ziyonkor. Quraysh xalqi manga qo'ydi kada yo'lida ko'zchi. Jikilab ketdi uzoq seni qilmasqa xabardor. Yovning sonidir cheklik razil ham qabih fe'ildir. Vatarda bostirib chapdi uxlab yotganni qilmay or. Ular bizni bostirdi namozxon bo'lganga ham ro'zador. Payg'ambar alayhissalom uning shikoyatnomasini anglab, cho'qim yordamga ega bo'lasan, ey Amr ibn Salim dedi. Va shu asnoda Madina osmoniga bulut paydo bo'lgan edi. Rasululloh bu bulutmi Bani Ka'b, Bani Xuzoa xalqi uchun yordam talab qilyotdi dedi. Orqadilla Budayl ibn Varqa Xuzoa qabilasidan bir bo'lik odamlarni boshlab Madinaga yetib keldi. Ular Rasululloh bilan ko'rishib, Vatar fojiasini va uningda nohaq o'ldirilganlarning sonini yetkazdi. Quraysh doiralarining Bani Bakr urushqoqlari bilan til biriktirib, Xuzoa qabilasiga zarba berganligini shikoyat qilib qo'yib, Makka ga qaytdi. Abu Sufyan kelishimnomani yanglab tuzish uchun Madinaga keldi.
Quraysh va uning ittifoqdoshlari sodir qilgan yuqorqi jinoiy qilmish kelishimnomaga xiloflik qilganlik va hayot mamotga taqiladigan cho'ng ahd paymonga ochiq oshkora xiyonat qilganlik edi. Ular bu ishda o'zlarini hech qanday bir o'zra yoki bahona ko'rsatib oqlay olmaydi. Shundaq bo'lg'achqa Quraysh doiralari o'zlarining taklifi bilan tuzilgan bu kelishimnomani o'zlarining buzganligini his qilishib, xiyonatning yomon oqibatidan ansirdi. Shunga ular darhol kengaytirilgan maslahat yig'ini chaqirdi. Yig'inda ular o'zlarining boshlig'i Abu Sufyan ibn Harbni kelishimnomani yanglab qayta tuzib kelishga vakillikka avatishni qaror qildi. Peyğəmbər əleyhissalam sahabelərə Quraysh tərəf öz xiyonati üçün çoxum inkos qaytırdıqanlığını pəras qılıb, ehtimal Abu Sufyan kelishimnomini texmi puxtulab, muddatini uzartish üçün kelib qilishi mumkin degan edi. Abu Sufyan ilk qarorga asosan yo'lga chiqib, Osman degan joyga kelib edi. Madinadan Makkaga qarab kelayotgan Budayl ibn Varqa Xuzai bilan uchrashib qoldi. Abu Sufyan uni Madinaga berib Muhammad bilan ko'rishdi deb o'ylab, "Nadin kelishing ey Budayl?" deb so'rab edi. "Dengiz sohili va shu taraflardagi jamoatdoshlarimni yo'qlab keldim" deb qo'ydi. Abu Sufyan "Muhammadning qishig'i bormadingmi?" deb so'rab edi. Budayl "Yo'q" deb javob berdi. Budayl Makkaga ravon bo'lib edi. Abu Sufyan "Agar u Madinaga borgan bo'lsa, uning tugisi cho'qim xurmo urug'chilarini yegan bo'ladi" dedi-da, Budayl tugisini cho'ktirgan yerga kelib, uning mayqini qo'liga ilib uvab boqdi va uningdagi xurmo urug'chilarini ko'rib, "Budayl cho'qim Muhammadning qishig'i berib kelibdi" dedi. Abu Sufyan Madinaga yetib kelib, Udul qizi Ummu Habibaning uyiga tushdi va Rasululloh o'ltirdigan palazda o'ltirmoqchi bo'lib edi. Ummu Habiba ilqi palazni qatlab ilyapti. Abu Sufyan qiziga "Ey qizim, bu palazni mendan ayidingmi yoki meni uningdan ayidingmi?" deb so'radi. Ummu Habiba "U degan Rasululloh o'ltirib qo'padigan palaz. Sen bo'lsang mushrik, mushrik degan nejis" deb javob qildi. Abu Sufyan "Azbiray Xudo, sen mendan ayrilib ko'p buzilibsan" dedi. Ondan Rasulullohning qishig'i chiqib, o'zining kelishdagi muddaosini aytgan edi. Rasululloh uningga lam-jim demay qo'shilmasini turib oldi. Shuning bilan u Abu Bakrning qishig'i berib, uningdan Rasulullohga gap qilib berishni o'tingan edi. Abu Bakri "Men unda qila olmayman" deb gapni o'zivatdi. Abu Sufyan Abu Bakr radhiyallohu anhuning qishidan chiqib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning yoniga kirdi va uningga o'z maqsadini aytgan edi. Umar uning gapiga xafa bo'lgandek qilib, "Men sizlar uchun Rasulullohning oldiga boramdim. Alloh bilan qasamki, men sizlar bilan jang qilishga qilchi asos topadigan bo'lsam, sizlarga hargiz kechiktirmay jihad o'ti ochgan bo'lardim" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan Umardan takkisini yegandan keyin paypaslab Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuninkiga bordi. Bu chaqda Alining qishida ayoli Fatima bor edi. O'g'li Hasan yiqilib qo'pib o'ynab yurardi. Abu Sufyan Aliga "Ey Ali, sen bilan ikkimiz xeyli yaqin tuqqanlardan. Men bu yerga mundaq bir hojat bilan kelgan. Men bu yerdan kelgan peti chiqib ketsam bo'lmas. Shuni men bilan billa berib Muhammadga gap qilishib bersang" dedi. Ali uningga "Abu Sufyan, qarasini. Rasululloh bir ishni bekitsa, biz arg'a tushib gap qila olmaymiz" dedi. Abu Sufyan lappida Fatimaga qarab "Ey Fatima, sen bu o'g'lingni buyuray olarsanmi? U biz xalqqa boshpanoh bo'lib, umr voyat arablarning katta arbobi bo'lar edi" dedi. Fatima "Azbiray Xudo, mening bu o'g'lim texi boshpanoh bo'lgudek bo'lmadi. Bo'lgan taqdirdimi Rasululloh kesim qilgan ishga hech kim aralasha olmaydi" dedi. Bu chaqda Abu Sufyanning ko'z oldini vahimlik bir qora tuman bosdi chig'i, u jiddiylashgan va umidsizlangan holda "Ey Ali, mening ishlarim bargan sir qatmanlashib ketyapti. Shunga sen menga bir chiqish yo'li ko'rsatgin" dedi. Ali uningga "Alloh bilan qasam qilamanki, men seni rozi qilgudek biror chora topolmayman. Lekin senmu Bani Kanana xalqining kattasi. Bani Kanana Qurayshlarning cho'ng atilishi. Undaq bo'lgan ekan, senmu o'z xalqingga boshpanoh bo'lganligingni jakarlab qo'yib, yo'lingga ravon bo'lgan" dedi. Abu Sufyan "Meningcha mushundaq qilsam maqsad hal bo'larmi?" degan edi. Ali "Men cho'qim shundaq bo'ladi deya olmayman. Biroq men senga buningdan boshqa yo'l ko'rsatolmayman" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan Udul masjidga keldi va "Ayyuhan nas, menmu o'z xalqimga boshpanoh bo'ldim" dedi-da, masjiddan chiqibla Makkaga ravon bo'ldi. U shu mangan peti jiddiy yo'l yurib Makkaga yetib keldi. Quraysh xalqi uning oldiga chiqib, "Ey Abu Sufyan, safarning natijasi qanday bo'ldi?" deb so'rashgan edi. U "Men Muhammad bilan ko'rishdim. Azbiray Xudo, u menga bir eg'izmi gap qilmadi. Ondan Abu Bakr bilan uchrashdim. Uningdanmi yaxshilik kelmadi. Orqadan Umar ibn Xattob bilan ko'rishdim. U hammadan bak dushmanlik bilan javob qaytardi.
Oxirida Ali ibn Abu Talibning yoniga borgan edim, u yumshoq muomala qildi. Men shuning deganidek qilib qo'yib qaytib keldim. Alloh bilan qasamki, bu ishim kor qildimi yo'q bilmayman, dedi. Ular Ali seni nimaga buyurgan edi deb so'rashibdi. Abu Sufyan, u meni el orasida boshpanoh bo'lishga buyurgan edi, men shunday qildim, dedi. Ular uni Muhammad e'tirof qildimi deyishibdi. Abu Sufyan, yo'q, dedi. Ular, voy seni ahmoq qilganini, u odam sana chaqchaq qilibdi xolos, deyishdi. Abu Sufyan, yo'q, unda qilmadi. Alloh bilan qasamki, uningdan boshqa yo'lni menmo topolmadim deb gapni tugatdi. G'azot tayyorligi va uni maxfiy tutish choralari. İmam Tabarani naql qilgan hadislardan ma'lum bo'lishicha, Rasululloh Oishaga uningga Quraysh doiralarining Hudaybiya ahdnomasini buzganlik xabari yetib kelishidan 3 kun ilgari safar tayyorligi qo'yiga kirib qo'yishga va uni maxfiy tutishga buyurgan. Shu kunlarda Abu Bakr Oishaning yoniga kirgan va "Ey qizim, bu nima ish?" deb so'ragan. Oisha "Azbiroy Xudo, menmi bilmayman" deb javob berganda, Abu Bakr "Subhanalloh, bu rumliqlar bilan urushadigan chaq bo'lmasa, Rasululloh qayerni irod qilgandi" deb qolgan. Oisha mu "Menmi bilmadim" degan. Mushu gap bo'lib 3-kuni atiganda Amr ibn Salim Xuzai 40 otliq kishi bilan Madinaga yetib kelib, "Muhammaddan o'tinay, ey Xudo parvardigor, qadiy nasliq hurmati u bizga bo'lsin g'amguzar" degan tashabbusnomani o'qigan. Shu chaqda kishilar ondan ikki taraf o'rtasidagi kelishimnomining buzilganligini uqqan. Amri kelib 1-2 kundan keyin Budayl ibn Varqa Xuzai kelgan. Orqadan Abu Sufyan kelgan. Natijada musulmonlar xabarning rostligini jazmlashtirgan. Hasil kalam Rasululloh musulmonlarga g'azot tayyorlab ko'rib qo'yishga buyurdi va Makka ga yurish qildiganligini ochiq uqtirib, "Ey Alloh, biz Makka ga bostirib kirmaguncha jasuslarning Qurayshlarga xabar yetkazib qo'yishidan saqlag'in" deb tiladi. Sirtqi qarta ishni texmi maxfiy, texmi sir tutish va dushmanning diqqatini boshqa yoqqa burib o'tish uchun Rasululloh Abu Qatada ibn Rabiy boshchiligidagi 8 kishilik bidoi qo'shin tashkillab, mushu yili, ya'ni Hijriyaning 8-yili Ramazonning 5-ida Batni Izam degan joyga kuzatchilik vazifasini o'tashga avatdi. Batni Izam Madinadan 35 chaqirim bo'lib, Zi Xashab va Zi Marva o'rtasiga to'g'ri keladi. Maqsad Madina tarafning harbiy harakatiga diqqat qiladigan payloqchilar Rasulullohni shu tarafga yurish qilmoqchi o'xshaydi deb qolsin, hamda shunda xabar tarqalsin uchun edi. Mazkur qo'shin buyruqqa binoan davomli yo'l yurib, oxiri belgilangan nishonga yetib borganda Rasululloh Makka ga qo'shin tortib yurib kelganligi anglandi. Shuning bilan ular otning tizginini Makka tarafga burab, tez yo'l yurib, cho'ng qo'shinning keyindan yetishib oldi. Mazkur qo'shin yo'lda Amir ibn Azibat degan kishiga yo'liqqan. Amir qo'shinga musulmoncha "Assalomu alaykum" deb salom qilgan bo'lsa-mu, qo'shin a'zolaridan biri bo'lgan Mahlam ibn Jasama degan sahoba uni anglamasga silib, koni adovati uchun o'ltirib qo'ygan va uning tuga va boshqa narsalarni bo'lib olgan. Shuning bilan Rasulullohga Alloh tarafdan "Sizlarga salom qilgan kishini sen mu'min emassan demanglar" degan oyat nozil bo'lgan. Mahlamining hamrohlari uni Rasulullohning oldiga gunohini tilab berishga elib kelgan. Ammo Rasululloh "Ey Alloh, Mahlamining gunohini kechirmagin" deb 3 qatim takrorlagan. Mahlama Rasulullohning yenidan yoshlarini surtib chiqib ketgan. Aytishlariga qaraganda Rasululloh uningga keyin istig'for tilgan ekan. Shu orada Hatib ibn Balta'a radhiyallohu anhu Quraysh xalqiga xat yozib, Rasulullohning ularga qo'shin tortmoqchi bo'layotganini xabar qilish orqali o'zining Makkada turayotgan bola chaqalarni qo'g'dirmoqchi bo'ldi. Va bu xatni shu tarafga mangan bir ayolga tutqizib, navoda xatni sog'-salomat o'z joyiga topshirib beralsa, muvofiq suyunchi berdiganligini aytdi. Shuning bilan Hilqi xotun xatni o'rim chechining orasiga ilib, Makka ga qarab yo'l oldi. Shu hamon Rasulullohga Alloh tarafidan vahiy nozil bo'lib, Hatibning ishi xabar qilindi. Shunga u Ali ibn Abu Talib va Miqdodni otliq yo'lga soldi va ularga "Sizlar ikkinglar Ravzati Xoq degan joyga berib, u yerda Makka ga ketayotgan bir ayolni kutinglar. Onunda Makkiliklarga yo'llangan bir parcha xat bor. Uni elib kelinglar" dedi. Ular otlarini choptirib, ilqi joyga yetib borsa, rost degandek u yerda Makka ga ketayotgan bir xotinni uchratdi. Ular Hilqi xotinni uloqdan tushirib, "Xatni chiqar" degan edi. U xotin "Menda xat yo'q" deb qat'iy tandi. Shuning bilan ular u xotinning yuk taqlarini bir-birlab oqtiribmi, xatni topolmadi. Shunga Ali uningga "Alloh bilan qasamki, Rasululloh yolg'on so'zlamaydi. Bizmi ham senga yolg'ondan tuhmat qilganimiz yo'q. Sen cho'qim xatni chiqar. Bo'lmasa kiyimlaringni soldirib oqtiramiz" dedi. Bu xotin ishning chatoqligini pamlidi bo'lg'ay, Aliga "Amisa u yoqqa qarab tur" dedi.
Ali boshqa yoqqa qarab turgan edi. U beshidan bir o'rim chashni chuvib, orasidan xatni chiqarib, Aliga sundi. Ali va Miqdodlar darhol Madinaga qaytib, xatni Rasulullohga topshirdi. Xatda mundoq deyilgan ekan: Hatib ibn Abu Baltaadin Quraysh kattalariga salom. Ma'lum bo'lganki, u xitida Rasulullohning Makkaga qo'shin tortmoqchi bo'layotganligini xabar qilgan edi. Rasululloh Hatibni chaqirib, "Bu nima ish, ey Hatib?" degan edi. Hatib: "Ey Rasululloh, aldirmisizlar. Qasam qilaymanki, mening Allohga va Allohning payg'ambariga bo'lgan iymonim komil. Men bu ishni murtad bo'lib dindan yonganligim yoki dinni dunyoga sotganligim uchun qilganim yo'q. Faqat men asli Qurayshlik bo'lmasdan u yerga ko'chman odamman. Mening u yerda bola chaqinlarim, urug' tuqqan ahli avlodlarim bor. U himoyasiz qoldi. Boshqa muhojirlarning ahli avlodlarini muhofazat qiladigan tuqqanlari bor. Shunga men bu xatni yo'llash orqali ular orasida bola chaqinlarini qo'g'daydigan bir ahdi barpo qilmoqchi bo'lgan edim, xolos. Boshqa maqsad yo'q", dedi. Bu chaqda Umar ibn Xattob qilichini so'g'irib: "Ey Rasululloh, ruxsat qilsizlar, men bu munofiqning kallasini olay. U Allohga va Allohning payg'ambariga osilik qilibdi. U munofiq bo'pti", degili turdi. Rasululloh: "O'zingni besib ol, ey Umar. U degan Badr urushi qatnashgan. Sen bilamsan, Alloh Badrga qatnashganlarga iltifot qilib, xohlaganinglarni qilinglar. Men sizlarga mag'firat qilavatdim" degan, dedi. Shuning bilan Umar ko'z yosh qilib, "Alloh va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir", dedi. Mana mushundaq qilib Alloh jasus payloqchilarning yo'llarini aytdi-da, Quraysh taraf musulmonlarning harakat plani va urush tayyorlik harakatlaridan qilchi xabarsiz qoldi. Qo'shin Makkaga yurib ketdi. Hijriyaning 8-yili Ramazon oyining 10-kuni Rasululloh Madinada o'z o'rnida Abu Rahmil G'iffarini qoldirib, uning sahobi bilan Alloh ulardan rozi bo'lsin, Makkaga qarab yurib ketdi. Rasululloh Juhbiga yetib keldi. Tog'asi Abbos ibn Abdul Muttalib yo'liqdi. U bola chaqinlarni elib, o'zining musulmon bo'lganligini jakarlab hijrat qilib Makkadan qaytib chiqqan edi. Ondan yana Abuva degan yerga borganda, yana bir tog'asi Harisning o'g'li Abu Sufyan ibn Haris va hammasining o'g'li Abdullah ibn Abi Umayyaga yo'liqdi. Payg'ambar alayhisalom ilgari bulardan ko'p aziyat tatgan va ahonat yegan bo'lg'achqa, bularga qarabmi qo'ymadi. Ular Rasulullohning oldiga o'tsa, u yuzini boshqa yoqqa burib oladi. Bu chaqda Ummu Salima: "Ey Rasululloh, o'z tog'ang va hamma ochangning bolalari sening ularni ma'zur tutmasliging bilan shaqiy bo'lib ketmasin", dedi. Uninggacha Ali ibn Abu Talibmi Abu Sufyan ibn Haris, ya'ni Alining bir navri inisiga ish o'gitib, "Sen Rasulullohning oldiga berib, Yusuf alayhisalomning qarindoshlarining Yusuf alayhisalomga deganidek, ular Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qildik", deyishdi. Qur'oni Karim Sura Yusuf 91-oyatda deyilgandek degan, "U chaqda sana Rasulullohdan yaqinlik so'z qiladigan kishi bo'lmaydi", dedi. Shuning bilan Abu Sufyan ibn Haris Rasulullohning oldiga kelib, Ali o'rgatgandek dedi. Rasululloh Yusuf alayhisalom bir tuqqan qarindoshlariga qaytirgan muni javobni naql qilib o'qidi. "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin. Alloh eng marhamatli zotdir." Bu chaqda Abu Sufyan xo'shallanib, tuvandagi beyitlarni o'qidi. "Qasam umri hayotim men alam ko'tirgan chaq. Aman g'oliblar deb lat manat qo'shillari. Hayronman tangriqab yurar edim ozg'undak, amdi ko'nglim azoda topqanga haq yo'sinlari. To'g'ri yo'lni ko'rsatdi, men adovat qilgan zot, qilgan edim qo'g'landi chuvg'an so'rillari." Mushu yerga kelganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning maydasiga qattiq birini urib, "Ashu meni qo'g'lan qilganlarning birisi sen eding", dedi. Abu Sufyan ibn Harisning musulmondorchiligi keyin yaxshi bo'lib ketgan. Aytishlariga qaraganda, u musulmon bo'lgandan tortib toki vafot topgan qadar xijolatdan Rasulullohga qaray olmagan. Rasululloh uni yaxshi ko'radi va uningga jannat bilan bishorat bergan. Va Abu Sufyonga "Sen menga Hamzaning izbosari bo'lishingni umid qilaman", degan. Abu Sufyan o'lish vaqtida vasiyat qilib, "Men o'lsam yig'lamanglar. Alloh bilan qasamki, men musulmon bo'lgandan beri yomon gap qilmadim", degan. Qo'shin Marri Zahronda. Rasululloh islom qo'shini bilan yo'l bo'yi ro'zdor holatda yo'l yurib, oxiri Kudayt, Ospan bilan Qadayt o'ttirsidagi suv manbaining nomi. Bu yerga yetib borganda iftor qilyapti. Musulmonlarmi iftor qildi. Ondan yana otlanib shu kuni kechga Marri Zahronga yetib bordi. Ondan qo'shinga buyruq tushirib, har bir odam ayrim-ayrim yerga o't qalashqa farmon qildi. Natijada Marri Zahron vodisida 10 ming yerga o't yiqildi. Rasululloh bugungi muhofazatchilikka Umar ibn Xattobni mas'ul qildi. Abu Sufyan ibn Harb Rasulullohning oldida.
Qo'shin Marri zahranga tushgandan keyin Abbos radhiyallohu anhu Rasulullohning oq xichirini minib, o'tinchi yoki biror odam tepib Qurayshlarga xabar yetkazib, ular musulmonlar Makkaga bostirib kirguncha Rasulullohning oldiga chiqib, omonlik tilib olsa deb bir hazo yo'l yurdi. Allah Qurayshlardan har qanday xabarni uzib o'tgan bo'lib, ular qo'rqinishda atrofni kuzatib yuradi. Bo'libmi Abu Sufyan ibn Harb o'zining Qurayshlarning mas'uli bo'lish sifati bilan pat-pat Makkaning sirtiga chiqib, kechini qorong'u, kunduzni issiq demay xabar timsiqlab, ko'ngli dakki-dukkida o'tib atadi. U bugun oqshommi Hakim ibn Hisam, Budayl ibn Varqolar bilan o'zaro mundashqach xabar timsiqlashga chiqqan edi. Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men ilk xechir bilan, ya'ni Rasulullohning xechiri bilan ketib o'tib, ushtum tut Abu Sufyan ibn Harb bilan Budayl ibn Varqolarning jiddiy talash tartish qilayotganligini anglab qoldim." Abu Sufyan mundaq dedi: "Bugünkidek ko'p o'tni va bundaq ko'p qo'shinni ko'rmaganman." Budayl uning javoban: "Bu cho'qim Xuzoa qabilasi. Ularni urush ana shundaq chechib o'tgan", dedi. Abu Sufyan: "Xuzoa degan muncha ko'p xalq emas. Bu o'tlar ularning yoqqan o'tlar emas. Bu ularning qo'shunimi emas." Shuning bilan men uning ovozini tunibla o'nliq qilib, "Abu Hanzalamisan?" dedim. Abu Hanzala Abu Sufyanning kunyat ismi edi. Abu Sufyanmi mening ovozimni naqtunib, "Abul Fazlimisan?" deb to'ldi. Men, "Ha, men shu" desam, u "Sana ota-onam pidodir. Sen bu yerda nima qilib yuriysan?" dedi. Men, "Bilamsan, bu degan Rasululloh nihoyat zo'r qo'shin bilan kelibdi. Qurayshlarning atiginiga voy, azbiroyi xudo" dedim. U "Endi nima ish qilsam bo'lar? Sana ota-onam pidodir" degan edi. Men uningga "Alloh bilan qasam, u seni tutib olsa cho'qim beshingni oladi. Shunga sen bu qichirimning keyniga mingin. Men seni Rasulullohning Allohga apirib amonlik ilib beray" dedim. Shuning bilan Abu Sufyan keynimga mindi. Qolgan ikki hamrohi bo'lsa qaytib ketishdi. Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Shundoq qilib men uni ilib keldim. Har qachonki uning bilan musulmonlar to'pidan bir to'pning yenidan o'tsam, ular "Bu kim?" deyishadi. Ondan Rasulullohning xichirini mening miniglik ekanligimni ko'rsa, Rasulullohning tog'isi ekan. Rasulullohning xichiriga minibapti deydi. Bir chaqda men Umar ibn Xattob bor to'pning yenidan o'tdim. Umar o'rnidan turib, "Bu kim?" deb qoldi. Meni va Abu Sufyanning mening keynimda Rasulullohning xichiriga miniglik ekanligimni ko'rib, Xudoning dushmani Abu Sufyan ekan-ku. Allohga shukrki, u seni o'ttirda ahdi kelishim bo'lmagan holatda qo'lga tushirib beribdi, dedi-da, ondan Rasululloh bor joyga qarab yugurdi. Men mu xichirni tiziltib, uningdan eshib, xichirdan o'zimni etib, Rasulullohning huzuriga kirdim. Umar ibn Xattob keynimdan iz besib kirib, "Ey Rasululloh, mana bu Abu Sufyan ibn Harb, Xudoning dushmani kirib keldi. Menga ijozat qilsanglar, men uning kallasini olay", deb devaylab ketdi. Men, "Ey Rasululloh, men uningga panolik berib bo'ldim", dedim. Ondan Rasulullohning yanida birdam o'ltirdim. Bu chaqda men Abu Sufyanning beshini chin quchoqlab tutib olgan edim va Alloh bilan qasamki, bugun kecha uningga mendan boshqa hech kishini qaytishga bo'lmaydi, deydim. Umar ibn Xattob Rasulullohning qishida Abu Sufyan to'g'riliq to'liq-g'ulg'uli qilg'ili turib edi. Men uningga "Bo'ldi qilsang-chi ey Umar. Agar u Bani Adi jamoatidan bo'lgan bo'lsa, undaq deb ketmagan bo'lading haqichan", dedi. Umar: "Ey Abbos, senmi bo'ldi qilgin? Men sening musulmon bo'lganligingga, otam Xattobning musulmon bo'lganidimmi? Navoda u musulmon bo'lib qolgan bo'lsa, bakra xo'shalman. Bu faqat Rasulullohning sening musulmon bo'lishingni, otam Xattobning musulmon bo'lishidimi bakroq yaxshi ko'rganligi uchundir albatta", dedi. Bu chaqda Rasululloh Abbosga: "Ey Abbos, uni yotiqingga ilib ketib, ati saharlikka ilib kelgin", dedi. Atisi atigini tong saharda uni Rasulullohning huzuriga ilib keldim. Rasululloh uni ko'rib: "Ey seni Abu Sufyan, sana Allohning birligini bilish vaqti yetmadimi?" dedi. Abu Sufyan: "Sana ota-onam pidodir. Sen nima degan kan qo'saq, nima degan esil ham sila rahim dilsan. Men shu topda bir Allohdan boshqa iloh bo'lsa-da, menga musholatda qarg'i kelar edi" deb qoldim, dedi. Rasululloh yana: "Ey Abu Sufyan, sana mening Allohning payg'ambari ekanligimni tunish vaqti yetmadimi?" degan edi. Abu Sufyan: "Sana ota-onam pidodir ey Rasululloh. Sen nima degan kan qo'saq, nima degan apuchan va nima degan sila rahimdil. Ammo uchqini aytsam, ta hozirga qadar ko'nglimda uningdan ozroq son bor", dedi. Bu chaqda Abbos: "Ey seni Abu Sufyan, to'la valaqshimay bo'yningga qilib tushib bo'lguncha shahodat aytib musulmon bo'lsangchi", dedi. Shuning bilan u bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning barhaq payg'ambari deb shahodat aytib musulmon bo'ldi. Abbos mundaq dedi: "Ey Rasululloh, Abu Sufyan huquqparast odam. Shunga uningga ozroq imtiyoz iltifot qilgan bo'lsang." Rasululloh uning talabiga qo'shildi va
Kimiki Abu Sufyanning qo'rosiga kirib olsa aman bo'ladi. Kimiki o'z qo'rosidan chiqmasa aman bo'ladi va kimiki Masjidil Haromga kirib olsa aman bo'ladi dedi. Qo'shin Marri Zahrondan Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Shu kuni atigan, ya'ni Hijriyaning 8-yili Ramazonning 17-kuni chorshanba saharda Rasululloh qo'shinni boshlab Marri Zahrondan Makkaga qarab yo'lga chiqdi va Abbosga Abu Sufyanni u lashkari islomni bir-birlab ko'rsin uchun vodining to'van tarafidagi tog' yo'li ig'izida to'xtatib turishni topildi. Abbos Abu Sufyanni Rasulullohning deganida tog' yo'li ig'izida to'xtatib turgan edi. U yerdan har qaysi qabila va aymoqlar alamlarini napildatib o'tishga boshladi. Abu Sufyanning oldidan har bir qabila yoki aymoq o'tsa, "Ey Abbos, bular kimlar?" deb so'raydi. Abbos uningga javob bersa, Abu Sufyan "Men bu xalqqa nima qilgan bo'g'itdim" deydi. Ondan yana bir qabila o'tsa, Abu Sufyan "Bu qaysi qabila?" deb so'raydi. Oxiri hamma qabila va aymoqlar o'tib bo'ldi. Har qachonki biror qabila yoki aymoq uning oldidan o'tsa, u Abbosdan "Bu qaysi qabila?" deb so'raydi. Uningga paloni qabila yoki paloni aymoq deyilsa, u "Men uningga nima qilgan bo'g'itdim? Men buningga nima qilgan bo'g'itdim?" deb hammasidan og'rinatdi. Oxiri bir chaqda Rasululloh muhojir va ansorlardan tarkib topgan yop-yeshil kiyimlik sarxil bir qo'shin bilan yetib keluvdi. Ular bir butun savut kiyim kiyib olg'achqa, ularning ko'z qarchug'idan boshqa yeri ko'rinmaydi. Abu Sufyan cho'chigan holda "Subhanalloh, ey Abbos, bular kimlar?" deb so'radi. Abbos "Bular Rasululloh, muhojir va ansorlar" degan edi. Abu Sufyan "Bularga hech kimning kuchi yetmagidek" dedi. Ondan u yana "Ey Abbos, bugun qarindishingning o'g'lining saltanati haqiqatan katta bo'lib ketibdi" degan edi. Abbos "Ey Abu Sufyan, u degan saltanat emas, balki u degan payg'ambarlik" dedi. Abu Sufyan "Undaq desangmi mayli amsa" dedi. Bu qitimqi harakatda ansorlarning ilmini Sa'd ibn Uboda ko'targan edi. U Abu Sufyanning o'diliga kelganda "Ey Abu Sufyan, bugun adaminglarni berdigan kun, haramda urush qilish durust bo'lgan kun, Alloh Qurayshlarni xor zabun qiladigan kun" deb qo'yib menib ketdi. Shu asnoda Rasululloh Abu Sufyanning o'diliga yetib kelibdi. Abu Sufyan uningga "Ey Rasululloh, Sa'dning nimalarni deganini angladingmi?" dedi. Rasululloh "U nima dedi?" degan edi. Abu Sufyan Rasulullohga Sa'dning deganlarini aytdi. Buni anglab Osmon bilan Abdurrahmon ibn Avflarmi "Ey Rasululloh, bizmi Sa'dning Qurayshlar orasida o'ch ilish xarakterda harakat qilinishidan xotirjam bo'la olmaymiz" deydi. Bu chaqda Rasululloh "Balki bugun Ka'ba, ya'ni haram ulug'lanadigan, Alloh Qurayshlarni ilgirkidimi azizlaydigan kun" dedi. Ondan Sa'dga odam avatib, uning qo'lidagi alamni tortib olib, uni Sa'dning o'g'li Qays ibn Sa'dga tutqizdi. Bu orqali asosiy maqsad va uningdan kelib chiqadigan ko'ngil oroziliklari tangla hal qilindi. Yana bir so'zda Zubayr ibn Avvomga tutqizgan deyilgan. Qurayshlar islom qo'shinining ushtumdan kirganligidan hang-tang qilishdi. Rasululloh Abu Sufyanning yenidan o'tib ketgan amon Abbos uningga "Tez bo'lgin, sen xalqingga xabar yetkizgin" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan qo'shindan ilgirlab uchqandek ot choptirib Makkaga kirdi va butun ovoz bilan "Ey Quraysh xalqi, mana hozir Muhammad taqobil turg'ili bo'lmaydigan zo'r qo'shin bilan yetib keldi. Darhol qochinglar. Kimiki Abu Sufyan qo'rosiga kirib olsa aman bo'ladi" deb to'lig'ili turdi. Bu chaqda uning ayoli Hind binti Utba yugurib chiqib, uning soqolidan oldi va og'zini buzib "Qo'rqinchoq to'g'ri yurak, bu maydonsiz ablahni o'ltiringlar, dushmanning qo'lchimoqchisi bo'lib ketganingga ist" deb cho'qon ko'tardi. Ammo Abu Sufyan uning so'ziga parvo qilmay, "Voy sizlarni, nimaga qarab tursizlar? Bu xotinning gapiga kirmanglar. Muhammad sizlarga son sanoqsiz qo'shin bilan bostirib keldi. Har kim Abu Sufyanning o'ylisiga kirib olsa aman qoladi" degan edi. Ular "Ey vabal takkur, sening o'ylang nimaga kor qiladi?" deyishdi. Shuni u o'z o'ylisiga kirib darvosini taqib olganlarmi aman qoladi, Masjidil Haromga kirib olganlarmi aman qoladi dedi. Shuning bilan kishilar o'z uyiga va Masjidil Harom tarafga yugurishdi. Shu asnoda ularning ichidagi bir bo'lak kishilar yotlar uchun jon berishni sharaf bildigan habashlik ahmoq nadonlarni tashkillab musulmonlar qarshi uyushtirdi. Ularningcha ish o'ngdan kelib, Quraysh g'alaba qilsa, hammaylan qo'zg'alib jang qilmoqchi. Navoda ish aplashmasa, ondan Abu Sufyanning chaqiriqiga ovoz qo'shmoqchi edi. Natijada Ikrama ibn Abu Jahl, Safvan ibn Umayya, Suhayl ibn Amirning boshchiligida Quraysh va uning ittifoqdoshlaridan bo'lib bir o'chim aqlsiz yalangto'shlar va oq qorni farq etolmaydigan talvalar Xandama degan joyga to'planib, musulmonlarni to'sish uchun tayyorlandi. Ularning ichida Qurayshlarning ittifoqdoshi bo'lgan Bani Bakr qabilasidan Imas ibn Qays ismli bir kishi bor bo'lib, shu asnoda jiddiy uyga qaytib qurol-yarog' jabdug'iga kirishgan edi.
buni ko'rgan ayoli uningga buni nimaga tayyorlaysan degan edi. U Muhammadga va uning odamlariga dedi. Ayoli Alloh bilan qasamki, o'qishimcha Muhammad va uning odamlariga hech narsadan kelolmasmish-ku dedi. U ey xotin, Alloh bilan qasamki, men tex ulardan bir qanchani sana xizmatkor qilib beray da'vataman dedi. Ondan bunu she'rni o'qidi. Agar kelsa bugun kelsin, yo'qdir menda bahona. Qur'onlarim tal mening ko'rmagandir zamona. Ikki bisliq shamshirim mashqumdir janona. Ondan kelib Xandamadagi sayoqlarga ketildi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din